Mana o'sha plyonka yopiladigan sezonlari ham boshlanyapti. Agar siz ham plyonka yopmoqchimisiz, issiqxonangizga qancha ketishini bila olmayapsizmi? Biza o'sha plyonkani hisoblaydigan tez va oson, aniq hisobni chiqarib beradigan kalkulyator o'ylab topganmiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Siz Ali Barakaning rasmiy YouTube kanalidasiz. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, biz shunaqangi zo'r yengillik tayyorlaganmizki, ya'ni kalkulyator har bitta sizlar savoliga javob berib ketsanglar, siz xohlayotgan narsani, ya'ni ishinglarni shunaqangi oson qilib beradiki, plyonkani necha metr, necha kvadrat hammasini hisoblab beradi. 2026-yilda yozni juda katta qismini xudo xolisa o'tib bo'ldi. Ya'ni iyul oyini ham tugatyapmiz. Aytadi, yoz o'tmoqda soz deydi. Xudo xolisa plyonka, issiqxonaga plyonka yopadigan sezonlari ham boshlanyapti. Juda ham ko'p mijozlarimizda, ya'ni dehqonlarimizda shunaqangi muammolar bo'ldiki, ular hisob kitobini olib kelishadi, ya'ni o'zlari buyurtma qilgan plyonkani olib ketishadi. Borgandan keyin oxirida 1 metr, 2 metr yetmay qoladi. Yana ovorgarchilik, yana sarsongarchilik bo'ladi. Shunaqangi muammoga duch kelmasligi uchun biz xudo xolisa telefon orqali ishlaydigan plyonkka kalkulyatorni o'ylab topdik. Ya'ni bu telefonni bemalol ishlatsanglar bo'ladi, faqat bunga internet kerak bo'ladi. Bu yerda siz issiqxonangizni aniq razmerlari kerak bo'ladi. Har bittasi savoliga javob berib chiqasiz. Issiqxonani eni, uzunligi, balandligi, dugi uzunligi va dugi soni va siz necha metr plyonka olmoqchisiz, o'shalarni kiritasiz va sizga issiqxonangizga necha metr ketadi, yon taraflari necha kvadrat ketadi, oldi orqalari necha kvadrat beradi, har bittasiga javob bera oladi. Yana bitta savol bo'lishi mumkin. Masalan, bir xil qishda menga qalinroq yopaman, 1,5 mikron yopaman yoki 1,08 mikron yopaman. Unda necha kilo ketadi degan savolinglar uchun unga ham savolni topib qo'yganmiz. Mana bu yoqda tepasida og'irlik hisobi bor. Bu yoqda siz necha mikronlik olmoqchisiz, o'shani tanlaysiz. Plyonkani eni va uzunligini tanlasangiz, har bitta savolingizga shu yerda o'zidan javob topa olasiz. 1 metrda necha kilo, 1 kilosida necha metr, har bittasiga mana shu yerda o'zidan foydalansanglar bo'ladi. Mutlaqo bepul, bemalol olib foydalansanglar bo'ladi. Faqat internet kerak bo'ladi. Xudo xolisa bizani ijtimoiy tarmoqlarimizda yana Telegram, Instagram kanallarimiz bor. Birinchi bo'lib u yoqqa reklama beramiz, ya'ni xabarni beramiz. Sizlar ham ulanib olsanglar, xudo xolisa eng so'nggi xabarlarni, mana shunaqangi yengilliklarni biz tarqatib turamiz. Xo'p, issiqxona plyonkalari keladigan bo'lsa, xudo xolisa biz Xitoydan eng sifatli bo'lib, xabarli bo'lsa Xitoyga borganimizda, o'shani ishlab chiqaradigan zavodlarga o'zimiz kirib, rahbarlar bilan ko'rishgan holatda O'zbekiston hududlariga, ya'ni O'zbekiston sharoitlariga mos bo'lgan, eng sifatli bo'lgan, uzoq yilga xizmat qiladigan plyonkalarni zakaz berganmiz va inshaalloh ana shu zakazimizni chiqarib olib kelib berishdi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, rulon holatda P deydi, P markadagi plyonkalarimiz bor. Mana bu yerda esa Po markadagi plyonkalarimiz bor. Xabaringiz bo'lsa, menimcha ko'pchilik koreyskiy quyosh nomli plyonkani ko'pchilik bilgan, tanigan bo'lsa kerak. Xuddi o'shani sifatini bera oladigan Xitoyda ishlab chiqarilgan Po markadagi plyonkalarimizni olib kelib qo'yamiz. Xohlagan razmeri bor. Ya'ni eni 8 metrdan 16 metrgacha, uzunasi 100 metrgacha bo'ladi. Nimaga bu qopni deyishingiz mumkin? O'sha koreyskiy quyoshga xabaringiz bo'lsa, u ham rulon holatida emas, taxlangan holatida bo'ladi. Ya'ni bu ham xuddi shu taxlangan holatida bo'ladi. Yaponiya maxsus shu Yaponiya seriyasidan ishlab chiqarilgan suvni ichidan o'tgan hisobiga mana shu taxlangan holatda keladi. Boyagi kalkulyatorni qayerdan foydalansam bo'ladi deyishingiz mumkin bu kalkulyator. Mana shu YouTube kommentariyasiga pastiga silka qoldirganmiz. Ana shu silka orqali kirib bemalol tekinga foydalansanglar bo'ladi. Tag'in o'ylamanglar, ana bitta bossam kartamdan pul yechib oladi. Hozir shunaqalar bo'lib ketdi-yu, ana kiber xavfsizlik. Kimdir ham silka tashlasa, voy to'xta, unga kirma, kartingdan pul yechib oladi degan xavotirga tushmanglar. Hech qanaqangi bu ana xavotirli o'rin yo'q. Hech qanaqangi kartani ulab olib, tag'in shunaqangi xavotir bo'lmasin demoqchiman. Biz o'zimiz o'ylab topgan, ya'ni o'zimiz ishlab chiqargan narsa, bemalol kirib tekinga foydalanib olsanglar bo'ladi. Yoki-da agar Telegraminglar bo'lsa, bizda o'sha Telegramga post bersanglar bo'ladi. Ali Baraka rasmiy kanalimiz bor. Ana shu kanalga ulanib turib, shu silka orqali bemalol mana shu kalkulyatordan foydalansanglar bo'ladi. Agar sizlarga mana shunaqangi sifatli plyonka mahsulotlari kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamga murojaat qilib, bizning menejerlarimiz hamma to'liq ma'lumot, optim narxlarni aytib ketishadi. Mana shunaqangi yengilliklardan bexabar bo'lmasligingiz uchun bizning sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Mana shunaqangi ya'ni kommentariyaga o'zingizlarning iliq fikrlaringizni yozib qoldirsanglar, ya'ni bizani poddержка qilib tursanglar, mana shunga o'xshagan
yengilliklarni sizlar bilan ulashib boraveramiz. Bu videoni eng yaqin tanishinglarga, ya'ni issiqxona bilan shug'ullanadigan tadbirkor akalarga tez jo'natib qo'yinglar.